boshqa taraflar ham shu. Ana endi shu kasalini bilib, o'z vazifasini ado eta olmaganligini sezgandan keyin yoki ado etishga qiylanayotganini sezgandan keyin odam borib tabibga shikoyat qiladi. Men deydi, kechasi uxlay olmayapman deydi. Yo'qolib qoldim deydi. Boshqa deydi, demak shikoyatini aytadi. Endi ruhni kasalini bilib bo'lmaydi. Ruhni kasalini inson o'zi sezmaydi. Yuribdi-da, maza qilyapti. Shuning uchun demak insonning nafsi kasal bo'lganligini, ruhi kasal bo'lganligini anglab olish uslublarini o'rganish kerak. Har bir odam ana shu narsani o'rganib, joyida ishga solsa, inshaalloh yuqorida aytgan yomon axloqlardan, g'ayri islomiy sifatlardan, umuman musulmonga to'g'ri kelmaydigan narsalardan qutulishiga demak oson bo'ladi. Bilmasa yuraveradi. Ana endi ruhiy tarbiya ulamolarimiz kishi o'z aybini qandoq biladi degan savolga ham javob berishadi. Qandoq biladi? Har bir insonni o'zini aybini bilib, ya'ni ki ichki dunyosini aybini bilib, o'sha nuqsondan qutulish, mazkur dardni davolashi uchun demak yo'llardan eng qulaylaridan bittasi har bir mo'min musulmon shu dardlarni yaxshi biladigan, ayblarni aniqlaydigan, ularni shifosini ko'rsatib turadigan ustozga shogird tushishi kerak. Ustozlar biladi, shu gapirmay oldiga kelib o'tirsa ham da qarab turib bu bolaning ichida bir dardi bor deydi-da, aytadi, bolam deydi, bundoq bo'ldi deydi. Ana ustoz tutish eng oson, eng qulay, ahli solih, ulug'lar, azizlar, avliyolar qo'llagan uslub shu. Munosib ustozni topsa, ustozidan dars olib tursa, ustozidan xabar olib tursa, ustoz uni bemorligini aniqlaydi. Bolam falon narsa senga ilashib qopti, zikrni ko'proq qilgin deydi, uni qilgin deydi, buni qilgin deydi, sekin-sekin to'g'rilaydi. Ikkinchisi, yaxshi, ahli solih, ibodatlik, taqvodor va g'ayratli musulmonlar bilan do'st bo'lish kerak. Ular kuyunchak do'st bo'ladilar, Alloh uchun nasihat qiladilar va o'zining do'stini yomon axloqli bo'lib yurishini o'zlariga ep ko'rmaydilar. Gunohga qolishiga mutlaqo rozi bo'lmaydilar. Shuning uchun haqiqiy musulmon o'zini birodarini kamchiliklarini aytib, nasihat qilib, sizda falonchi kamchilik bor birodar, shuni tuzatib oling. Men ham bo'lganimda bundoq qilgan edim yoki falonchi domlaga borsangiz aytib beradi deb nasihat qilib turadi. Nasihat qilish ixlos bilan har bir mo'min musulmonni o'z birodarini oldidagi burchi, vazifasi, diniy demak majburiyati hisoblanadi. Buni ulug'larimiz qilishgan. Hazrati Umar radhiyallohu anhu doim tez-tez aytib turardilar. Meni ayblarimni o'zimga hadya qilgan odamni Alloh rahmat qilsin, o'zini rahmatiga olsin, xayrini bersin deb turardilar. Gapni qaranglar. Meni ayblarimni o'zimga hadya, sovg'a qilgan odamga Allohning rahmi bo'lsin, sharafi bo'lsin, bunisi bo'lsin deb tezda da'vo qilib turardilar. Kimki kelib ayblarini aytsa xursand bo'lardi. Ya'ni aybimni menga sovg'a qildi. Shuni aytmasa men ayb bilan yuraverar edim. Buni menga qaytarib berdi, endi men bundan xalos bo'laman, bitta yomon sifat mendan ketadi deb xursand bo'lar ekan. Ana mo'min musulmon banda bir-biriga aybini aytish bilan birga aybini aytilgan odam, aybdor odam aytganga rahmat aytish kerak. Bunga yordam beryapti. Bir darddan qutulishiga, oxiratgacha ketadigan bir ifloslikdan qutulishga yordam beryapti. Xursand bo'lish kerak. Bitta nuqsonim kamaydi, bitta yaxshiligim ko'paydi deb. Uchinchisi, bu ham eng qulay narsalardan biri, dushmanlardan foydalanish kerak. Dushman doimiy ravishda sizni tirnog'ingizni ostidan ham kirni qidirib yuradi. Do'stlar xafa bo'lib qolmasin deb aytmaydi. Ko'p narsalarni, ayniqsa arzimagan narsalar bo'lsa aytmaydi. Dushman o'sha arzimagan narsani
birovni esiga kelmagan narsani ham pashadan pil yasab kattaytirib gapiradi. Shundan foydalanish kerak. Dushman gapiryapti, bu menga hasad qilib gapiryapti demaslik kerak. To'xta, bu gapiryapti, o'zimga bir qaraychi. Ha, demak shu bor ekan, men yo'qotay, buni tilsin, men o'zimga yaxshi bo'lsin deyiladi. Mana axloq ilmini buyukligini qarang, dushmandan ham o'zimizga foyda olishga yo'l ko'rsatyapti. Dushmandan ham o'zimizga foyda olishimizga yo'l ko'rsatyapti. To'rtinchisi, boshqalar bilan aralashib yurib, o'shalardagi yomon hislatlarni ko'rib, o'zimda bormi deb o'rnak olish. Misol uchun bir o'tirishda kimdir beodoblik qildi. Shuni oqsoqollar, ilmlilar, bu boda beodab ekan, mana bu ishni qildi dedimi, bu eshitgan odam o'zini qilmaslikka urinishi kerak. Salom bermay o'tib ketdi. Ana u qanaqa beodab ekan, otasi o'rgatmabdi-da, salom bersa bo'lmasmidi kattalarga desa, bu yoqda turgan yoshlar, kattalarning oldidan o'tganda salom berishimiz kerak ekan. O xatoni men o'zim tuzatay, men ham shunaqa qilardim deb ko'pchilik bilan aralashib yurganda mo'min musulmonlarning ichida yomon sanalayotgan narsalarni bilib, sekin-sekin o'zi o'rnak olib, o'zini tuzatib borishi kerak. Yuqorida islomiy axloqlar mu'tadillik asosida ekanligi, bu mu'tadillik nihoyatda zarur ekanligini yaxshilab gapirdik. Ana shu mu'tadillikni aniqlash nihoyatda daqiq. Ulamolarimiz aytadiki, bu narsani aniqlash qildan ingichka, tig'dan o'tkir deyishadi. Shuning uchun ham har kuni necha marta, necha rakat namoz o'qisak, ehdinas siratal mustaqim deymiz. Mana shu mu'tadillikni so'rash. G'ayril mag'dubi alayhim valaddolin. G'azabga uchraganlarniki ham emas, zalolatga kelganlarniki emas. G'azabga uchraganlar oshiqcha qilib yuborgan Allohning aytganidan. Zalolatga ketganlar yana boshqacha qilgan. Ana o'shunga bo'lmay, siroti mustaqimda yurishni, demak, tadbirini ko'rish kerak. Axloqimiz, odobimiz, shaxsiy sifatlarimiz hammasi e'tidol asosida bo'lishi kerak. Endi ba'zi bir odamlar yaxshi tarbiya ko'rmagan bo'lsalar, o'zini nuqsonini fazilat deb baholab qolish ham bor ekan. Unda qaraydigan bo'lsangiz, men Xudoga shukr, mana falon yoshga kiribman, hali bir marta falon narsani qilganim yo'q deb halol narsani qilmaganini maqtanadi. Halol narsa, shariat ruxsat bergan narsani qilmaganini maqtanadi. Misol uchun, hech bir yaxshiroq ko'rpa solayotganim yo'q. Yoki bir qornim to'yib, maza qilib ovqat yeganim yo'q. Taqvodan bu deb yurishlari bor. O'zini o'zi imkoni bo'lib turib, hamma tarafi joyiga tushib turib, yana nima qiladi? O'zini mahrum qiladi. Bu e'tidoldan chiqish, Rasuli Akram alayhisolatu vassalomning sunnatlariga xilof yo'lda yurish. Buni ayniqsa mana shunaqa narsalarni ishqibozlari azizlarimizga, ulug'larimizga nisbat berib, falonchi o'qigan ekan, pistonchi bu qilgan ekan deb noshar'iy ishlarni maqtanishadi. Bir yerda bir marosimda menga savol berishyapti. Imom Abu Hanifa Qur'onni bir oyog'ida turib, bir kechada xatm qilar ekanlar. Taqvoni qarang. Bir kechada xatm bo'lar ekan, bir oyoqlarida turar ekanlar. Men aytdim, nimaga qiynayapsizlar u kishini bir oyoqlarida turg'izib qo'yib? Ikki oyoqlarida tursa bo'lmaydimi? Desam, uxlab qolishdan qo'rqar ekanlar. Aytdim, Rasululloh qilmaganlar buni. Rasuli Akram alayhisolatu vassalom men shuni xohlayman deb turib olgan sahobalarga 3 kundan kamda xatm qilmaysan deganlar. Qana qilib Rasulullohning sunnatini tabiblari bo'lgan ulug' faqih, mujtahid, imom bu ishni qiladi sunnat